Jonivor, endi seni xudo xolasa boqib, sizgacha boqaman. Qo'shni, yaxshimisiz, charchamang. Mazangiz yaxshimi? Mol oldingizmi? Mol oldim, qo'shni. Buyuring. Yaxshimi, yoqdimi, zo'rmi? Nech pul bo'ldi? 20 million. 20 million. Xudo xolasa bundan ko'paytirmoqchiman. 1 minut. Hozir mana yashil kasallikdan xabaringiz bormi? Ha, eshitgandim. Kitobini shalag'i bor. Yo'g'ay? Ha. Lekin tumshug'idan shalag'i oqib yotibdi, e'tibor bermabman bunga. Mana uni qarang. E'tibor bermabman lekin. Nima qilsam bo'ladi endi? Zo'r yechimi bor. Bilasizmi qanaqa yechim bor? Hozir yechimini aytaman. Shuni yechimda qilamiz, uyga olib ketasiz, uyingizdan bo'lgan yechim. Uyda 10 ta molim bor. Buni qo'shsam yuqmaydi shu bilan. Yuqmaydi. Ha. Sizda ham shu holat kuzatilyaptimi? Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'ying. Xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ladi. Qo'shni, nimalar bu endi bu narsalar? Insondan insonga yaxshilik qiladi. Albatta. Bir yaxshilikka sizga o'rgatib qo'yib, obunachalaringizga chiroyli qilib, manfaatli bo'lsin. Qo'shni xudo xolasa. Obunachilar. Mana buni tayyorlab, bu qo'shnim kelishdan oldin uyimga sepdim, mollarimga sepdim. Endi mana hozir idishlarda sizlarga realni ko'rsatib boraveramiz. Umuman haqiqatga yaqinroq bo'lsin, mana bu ichidagi hammasi aralashmalar. Bu beyda turib tursin. Birinchisiga yashil kasallikni oldini olish uchun mana bundan qo'shiladi. Ikkita qo'shiladi. Hozir videoda davomida nimaligini aytib o'taman. Mana shunday holatda ikkita qo'shasizlar. Aha. Bu mana ikkita bo'lgandan keyin ikkinchisiga mana buni qo'shasiz. Buni ham qopqog'ini ochib turib, ichida bilasiz nima chiqishini, mana shunday qilib turib buni ham quyasiz. Bu hozir ikkita molga sepdim. Mashincha qoldi. O'zi mashinadan bo'ladi. 0.5 bakalishga tayyorlanadi. Bu quyib bo'lgandan keyin mana buni ham quyiladi. Mana shunday holatda quyasiz. Quyib bo'lgandan keyin qopqog'ini bekitasiz. Mashina holatida bekitib turib, yaxshilab aniqlashtirasiz. Hurmatli kuzatuvchilar, o'zi reaksiyaga kirishadi. Qurimiz tayyor. Endi mana buni batafsil ma'lumotini berib ketdi. Shu 5 ta narsa bilan tuzaladimi aka? Ha, tuzaladi. 5 dona shu. Rasxod qancha bo'ladi? Pulini aytsam ishonmaysiz. Qancha? 20 ming. 20 ming so'm bilan. 20 millionga mol oldim, 20 ming so'mga davolayman. Dezinfeksiya qilaman. Gap yo'q. Yaxshi narsa ekan. Mana sepib uyingizga xotirjam olib ketaverasiz. Ertaga bozorda yashir bo'lgan mollar ham arzon bo'ladi. Olib kelsam bo'lar ekan demak, a? Ha, shalaq olgan mol aka yashil bo'lib qolibdi. Arzonroq bersan, arzonroq beradi. O'zi arzon sotadi, yashir bo'lgan molni arzon sotadi. O'shaning uchun bozorda olib keladi. Arzon olsiz, yashil kasalligi uchun arzon olgan bo'lishingiz mumkin. Men buni bilmagandim yashir kasalligini. Tumshug'iga e'tibor bermayapman. Mol olishdan oldin birinchi o'rinda tumshug'iga e'tibor berasiz. Yag'ini shuni ochib ko'rasiz, jirkamay. 20 millionga mol olyapsizmi? Ha. Qiynalib topgan. To'g'ri. Hozir pul topish oson emas. Yag'ini shuni ochib ko'rasiz, og'zida yarasi bo'lsa, yashil kasallikka nima deydi? Boshlanish bo'layotgan. Ha. Birinchi og'zida yaralar paydo bo'ladi, keyin so'lakka oqishni boshlaydi. Og'riq kuchayib ketib, hasha yemay qo'yadi, oyog'i shishib ketadi, shu va hokazo. Buni lekin yo'lma-yo'l ko'rib keldim, so'lak rasa oqdi, men e'tibor bermabman unga. Ha, sizga mana pulni ham aytib, 5000 so'm. Mana bu 2000 so'mdan 4000 so'm. 4000 so'm. Mana qopqog'i. 4000 so'm. Mana bu 3000 so'm. 12000 so'm bo'lyapti. 12000 so'm. Mana u 8000 so'm. Bu uyda bor o'zi. 12000 so'mga tuzalar ekan. Mana bu uyda bor. Dezinfeksiya. Kimnikidadir bor, yo'q, o'shaning uchun buni ham puliga hisoblayapman. 20000 so'mga. Mana buni nechenasini qilib qo'yib, uyingizga xotirjam olib kirib ketib, kechqurun xotirjam uxlaysiz. Yashil yo'qdimi-ku, yo'qmi? Bunisi nima narsa? Mana bumi? Yo'q, mana bu. Ha, bumi? Bu o'ta og'ir hollarda. Mana molingiz uyingiz bu yaxshi holatda turibdi. Uyingizda yashil kasallikka chalingan bo'ladigan bo'lsa, og'riqlar kuchayib turib, oxiri hashakdan to'xtaydi, to'g'rimi? Hop. Og'riq borligini hisobiga hashak yemay qo'yapti lekin. Jag'i shilinib ketadi, boshqa lablari shilinib ketadi, boshqa bo'ladi, og'riq kuchayadi. Ha. Balki bo'g'imlarda og'riq bo'ladi. Bunda yashil kasallik bo'g'imlardan ham ushlaydi. Ba'zilari turolmay yotib qolyapti, oyog'i og'riyapti-da, o'shaning hisobiga. Mana bu og'riq qoldiradiganda o'ta og'ir bo'lsa ikkita, sal yengilroq bo'lsa bitta og'riq qoldiruvchi dori bu. Kupen ekanmi nomi? Ha, Kupen. Eng kuchli dorilarimizdan. Kupen. Og'riq qoldiruvchi. Bundan ikkitasini chaqib turib, mana bunga aralashtirib turib, eritib berasiz. Yaxshilab eritib turib, faqat og'ir hollarda mana bu og'riq qoldiruvchi. Ta keyin mana bularni ham birma-bir
aytib o'tsangiz buni Perex vodorod ekan. Perex vodorodni aptekadan topsangiz bo'ladi. Har bitta dorixonada bor. Ha, yashil kasalligini asosiy nimasida bu? Ha, Perex. Bitta Perex vodorod va 2 dona spirt mana. 2 dona spirt. Keyin bunisi nima ekan? Bunisi yod. Bitta yod ekan. Mana bu himoya vazifasini bajaradi. Og'ziga sepasiz, tuyog'iga sepasiz. Bunisi dezinfeksiya, bunisi himoya. Bular ham xudo xolasa ikkita spirt infeksiyani ekan. Infeksiyani yo'q qiladi ikkita spirt. Mana bu og'izda yara bo'lsa, infeksiya tushgan bo'lishi mumkin, yarasi kattalanib ketishi mumkin. Bitishiga tez yordam beradi. Mana bu 3 ta narsa, vosita. Tushunarli. Endi buni ishlatish qanday ishlatiladi? To'g'ri, mana keling, jag'ini ocha olasizmi? Ocha olaman. Qani jonivor og'zingni ochchi. Har 2 soatda sepishingiz ziyon. Qanchada ishlatish kerak uni? Mana shunday holatda. To'xtang hozir. Hop, seping. Yaxshilab oching. Mana shunday holatda mana polni tishlarini orasigacha mana buni tuman qo'yib turib hamma tomoniga sepib chiqaman. Ana shunday holatda sepasiz. Ha, tushunarli. Ko'rib turibsiz, shilinishni boshlayapti og'zi. Ko'rdingizmi? Aha. Endi tuyoqlarga nima qilaman? Tuyoqlar, bo'g'imlarda og'riq paydo bo'lishi mumkin. Ko'pchilikda ko'ryapmiz, hali tuyoqlari ko'chib ketgan, boshqa shunaqalarni ko'ryapmiz-da. Buni sepsak tuyog'ini ham davolaydi-ya, xudo xolasa. Oldini ham oladi, davolaydi ham. Qanday ishlatishni ko'rsatingchi? Mana shunday holatda sepasiz. Agar molingiz o'ta yuvosh bo'ladigan bo'lsa, tuman qilib sepish kerak-a? Mana shunday holatda. Yaqin sevmaydigan bo'lsa, tuman qilib xotirjam sevarar ekansiz, obunachilar. Agarda tevadigan mol bo'lsa, uzoqdan bitta chiziq qilib sepsangiz ham bo'laveradi, xudo xolasa. Mana shunday holatda ishga kech qolyaptimi? Buni tayyorlab turib, ayolingizga shuni berasiz, uzoqdan turib, mana shunday holatda sepib qo'yilaveradi. Umuman mol sho'x bo'lsa ham ilojisi bor buni sepishda. Orqa taraflardan mana shunday holatda sepaverasiz. Bo'ldi, tushunarli. Endi bilib oldim, xudo xolasa. Bozorga boraman-da, kasal molni olaman. Kasal molni davolashni bilib oldim. Kasal mol bozorda arzon bo'ladi. Borib turib ertaga olib kelaman, xudo xolasa. Unga ham davo qilamiz-a, qo'shni. Bo'ldi, olib mana shuni davolab turib foyda qilaverasiz. Ertaga bozorga boraman, kasal molni olib kelaman. Eng asosiysi kimdir qanchada tuzaladi bu? Bu 3 marta seping. 3 marta. Yemay qo'ygan bo'lsa ham hashakka o'tib 3 martada tuzaladi. Bir kunda bir mahal sevish kerak xolasmi? Bir kunda bir mahal seviladi. Hop, 3 kun to'xtamasdan kuniga bir martadan sevib turasiz, xudo xolasa tuzalar ekan. Albatta. 3 kunda tuzaladigan kasal ekan, gap yo'q. Sababini qo'y, qolgani Allohdan. Lekin harakat qilib sababini qilish kerak. Qo'shni, yashang, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Endi bilib oldim, xudo xolasa ertaga bozorga boraman, kasal molni olib kelaman. Arzonroq bo'ladi. Gap yo'q. Xudo xolasa obunachilaringizga ham like bosib, obunachilar sizlar uchun mana davosini topdik, like bosib qo'yasizlar.